Moshenniklar bu usullardan foydalanib sizni aniq alday olishadi. Agar siz bu usullar bilan tanish bo'lmasangiz, hozir moshenniklar eng ko'p qo'llaydigan usullar bilan sizni tanishtiraman va avvalo nima uchun bu g'oya menda paydo bo'lganligini ham aytib o'tishim kerak, chunki odatda ta'sir qilish psixologiyasi, psixologiya va notiqlik haqida bilimlarni berar ekanman. Avvalo bu bilimlar neytral ekanligini unutmasligimiz lozim va har kim o'zini qadriyatlaridan kelib chiqqan holda bu bilimlardan o'zicha foydalanayotganligini ham yaxshilik, ham yomonlik yo'lida foydalanayotganligini ham aytib o'tishim kerak. Chunki bu bilimlar avvalo har ikki tomonga ham ishlaydi va faqatgina ulardan xabardor bo'lgan, ular haqida bilimga ega bo'lgan insongina aldanib qolmaydi. Shuning uchun ham mana shu notiqlik haqida darslarni taqdim etayotgan inson sifatida sizning zararingizga ishlaydigan usullarni ham aytib o'tmoqim lozim. Chunki ochiqini aytish kerak, bizning jamiyatimizda so'nggi kunlarda o'zim ham bunday holatlarga juda ham ko'p duch kelmoqdaman va mening kimligimni bilmagan holda ularni menga ham ishlatishga harakat qilib ko'rishadi o'sha payt. Qo'yaman, lekin baribir bunday usullar haqida ko'pchilikda bilim yo'qligini inobatga olgan holda bu bilimlarni hozir sizga mana shu videoda taqdim etaman. Ularni diqqat bilan eshiting va ba'zilari bilan siz allaqachon tanish bo'lishingiz mumkin va ba'zilarini eshitganingizda mana qotgan ekanda deb qolishingiz mumkin. O'shanday vaziyatlarda asabiylashmang, chunki keyingi bilimlarimiz ham bor. Ularni ham bilib olganingizdan keyin xotirjam bu bilimlarni yoki bu videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin ertasi kuni nimadir ish qilishni boshlang. Chunki qandaydir bir emotsional holatda o'sha vaziyatning o'zidayoq siz noto'g'ri harakatlar ketma-ketligini qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun ham har qanday bilim ma'lumotni o'zlashtirgandan so'ng bir kundan keyin harakatlarni bajarish kerakligini aytib o'tishim lozim. Chunki emotsional holatda hech qachon hech qanday qaror qabul qilib bo'lmaydi va harakatlar ketma-ketligini ham qilish mumkin emas. Hozir bilimlarni shunchaki o'zlashtiramiz. Demak, biz boshladik. Avvalo mavzuni ko'pchilik haqiqat deb o'ylaydigan afsonani yo'q qilishdan boshlasak. Birinchi navbatda ko'pchilikning tasavvurida moshenniklar, ya'ni firibgarlar bu yomon kiyingan, kir kiyimda, xunuk yuzli va hokazo odamlar deb o'ylashadi, lekin yo'q, aslida ular juda yaxshi kiyinishadi, ulardan doim shirin hid chiqib turadi va ular o'zlarini juda chiroyli upakovka qilishadi. To'g'ri, o'zini chiroyli upakovka qilish, ya'ni o'zini chiroyli reklama qilib, o'zini chiroyli olamga ko'rsatish bu yaxshi, lekin firibgarlar ham bu yaxshi ekanligini bilishadi. Ikkala tomonga ishlaydi o'rtoqlar. Va shu o'rinda yana bir ma'lumotni taqdim etib o'taman. Haqiqatan ham moshennik, ya'ni firibgar ichida yovuzligi bor odamni yuzidan aniqlash mumkin. Nimaga va nima orqali deydigan bo'lsangiz, oddiygina misol keltiraman. Bizning ichki holatimiz bor, ichki emotsional holatimiz. Misol uchun, qo'polroq va oddiy jo'n misol keltiradigan bo'lsam, jahlimiz chiqqan holat. Ichimizdan jahlimiz chiqayotganligini his qilamiz. O'sha payt mimikamiz, ya'ni yuz ifodamiz ham o'zgarib ketadi. Va biz mana shu emotsional holatda qancha ko'p yuradigan bo'lsak, bu emotsional holat keyinchalik bizning ajinlarimizda ifodalanishni boshlaydi. Ya'ni yuzingizda xarakter paydo bo'lishni boshlaydi. Xuddi shu kabi firibgar insonlar ham ichida ko'p g'ayrli yoki yomon narsalarni o'ylab holatida yuradigan bo'lsa, ularning ajinlari ham avtomatik ravishda shunga monand bo'lib ketadi va siz qaysidir insonlarni birinchi marta ko'rishingiz bilanoq nimagadir shu odam menga yoqmayapti deyishingiz mumkin. Shuning uchun ham biz ba'zan o'zimiz anglamagan holda onyosti miyamizda bunday insonlarni his qilib olamiz va doimiy ravishda ulardan uzoqlashishga ham harakat qilamiz. Lekin bu qonunni moshenniklar, ya'ni firibgarlar ham juda yaxshi bilishadi va ular ham o'zlarining ichki holatlari ustida ishlab yurishlari mumkin, lekin baribir ziyrak ko'z bir nechta detallarni aniqlab oladi. Xo'sh, bu ma'lumotdan qanday xulosa chiqarishimiz mumkin? Avvalo, ichki holatimiz mimikamizga ta'sir qilayotganligini va mimikamiz keyinchalik yuzimizdagi xarakterni taqdim etadi. Bu xarakterni bo'lsa, qaysidir inson ko'rib o'qiy oladi va o'zingizda ham bunday holatlar ko'p bo'lgandir. Ana endi esa bizni mana shunday o'qish mumkin bo'lgan yuz ifodasidan ham chalg'itishi mumkin bo'lgan usullarga yuzlanamiz va eng ko'p uchraydiganlardan biri, menimcha, ko'plab ishxonalarda bunday insonlarni ko'rgansiz. Ular odatda nimadir deyishlari kerakligi uchun nimadir gapirishadi va ular gapirayotgan gaplari ulargacha aytilgan gaplarning shunchaki takrori bo'ladi. U hech qanday to'liq ma'lumot bermaydi. Unday insonlarning asosiy maqsadi o'zini bilimdon yoki kimdir qilib ko'rsatish va bu ham qaysidir ma'noda firib deyiladi. Firibgarlikka kirib ketadi, chunki siz shunchaki aytib berilgan narsani qayta aytgan holda o'zingizning mutaxassisligingizni olamga ko'rsatyapsiz va siz
yolg'on inson va yolg'on obrazni o'zingizda ko'rsatyapsiz. To'g'ri, ko'pchilik buni ilg'amay qoladi, o'tib ketadi va umumiy gavjum, shovqin va hokazo vaziyatlarda bu holat yeb ketadi ko'pincha, lekin bunday holatlarda bizga zararga ishlaydigan asosiy omil bor. Asosiy muallif yo'q bo'lib ketadi va siz aynan qaysi insonga quloq solishingiz kerakligini bilmay qolasiz. Bu usullarimiz juda ham ko'p, navbatdagisiga o'tamiz va aynan undan biz mavzuni chuqurroq o'rganishni boshlaymiz. Diqqat bilan eshiting. Haqiqiy firibgarlar yaxshi kiyingan, odobli, sizga quloq soladigan va sizni doim tushunadigandek o'zlarini ko'rsatishadi va aynan shu uning eng kuchli quroli hisoblanadi. Firibgar sizni aldash uchun u o'z bilimini ishlatmaydi. U sizning ichingizda bor narsani ishlatadi. Sizning qo'rquvingiz, sizning orzularingiz, sizning yolg'izligingiz, sizning hurmat ko'rishga bo'lgan chanqog'ingiz va ehtiyojingizdan ular foydalanishadi. Bularning barchasi sizda bor. Siz bilmagan holda siz o'zingizdagi bilimlarni boshqalar bilishiga imkon qoldirasiz va firibgar bu narsalarni siz o'zingizdan yaxshiroq bilganingizdan ko'ra zo'rroq o'zlashtirgan bo'ladi. Qanday qilib? Shunchaki bu uning kasbi va u buni maxsus o'rgangan. Agar siz Bayoni Meros akkauntiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, siz o'zingizni anglashingiz uchun va o'zingiz haqingizda ko'proq bilimlarni bilib olishingiz uchun bu akkauntda juda ham ko'p bilimlar borligini bilasiz va agar qolgan videoroliklarni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, siz o'zingiz haqingizda bilmayotgan ko'plab ma'lumotlarni o'tkazib yuboryapsiz. Firibgarlar bo'lsa aynan shu ma'lumotlardan foydalanishadi va aynan shu ma'lumotlar o'zingizni anglamayotgan bilimlaringiz holatida turgan bir vaqtda boshqalar bilgan ma'lumot sifatida sizga qarshi ishlaydi. Ya'ni eng qimmat manba bu informatsiya, ma'lumot deyishadi. Bejizga emas, siz haqingizdagi informatsiya, ya'ni ma'lumotlar sizga qarshi ishlashi mumkin. Moshenniklar, ya'ni firibgarlar eng ko'p foydalanadigan birinchi qurol bu sun'iy ishonch. Psixologiyada bu raport deb ataladi, ya'ni qisqa vaqt ichida odamda bu men bilan bir xil odam degan his uyg'otish texnikasi. Firibgar buni qanday qiladi? U avval siz haqingizda ma'lumot yig'adi, keyin siz bilan gaplashadi. Voy, siz ham andijonlikmisiz? Men ham o'sha yerda yashaganman. Siz ham o'qituvchimisiz? Meni onamlar ham o'qituvchi bo'lgan, juda hurmat qilaman bu kasbni. Yoki oddiyroq, u sizga o'xshab kiyinadi, sizning uslubingizda gapiradi, sizning so'zlaringizni ishlatadi. Bu esa psixologiyaning NLP faniga oid bilimlardan foydalanish deyiladi. Oyna neyronlar haqida avvalgi videolarda ham gapirib o'tganmiz, ular haqida batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin, lekin eslab olamiz. Oyna neyronlari orqali agar siz qaysidir gaplashayotgan insoningiz, ya'ni suhbatdoshingizning gapirish tembridan yoki ovozi balandlik darajasidan yoki gapirish tezligidan foydalanib, u bilan bir xil nafas olib o'zingizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, siz u bilan bir xilligingizni u his qiladi va bu NLP ga kirib ketadi. NLP haqida alohida videorolik qilamiz, albatta, uni ham ko'rishingiz mumkin. Buning uchun oldindan obuna bo'ling. Biz esa hozirgi mavzuni davom ettiramiz. O'zbek hayotida bu juda keng tarqalgan deyishimiz mumkin. Bu haqiqat va afsuski bu haqiqat deyishimiz kerak. Masalan, Hamidjon qishloqdan Toshkentga yangi kelgan yigit deylik. Bir kuni bozorda kimdir yoniga keladi. Aka, siz Xorazmlikmisiz? Havo, ovozingizdan bildim. Men ham Urganchdanman. Mana shu og'asini topish g'oyasi ostida Hamidjon aldanganligini bilmay qoladi. Hamidjon xursand bo'ladi, himoyada ekanligini anglaydi va u yolg'iz emasligini tushunadi. O'sha yurt og'asi uning birinchi oylik maoshini keyin qarz so'rab olishga harakat qiladi. Bo'lgandan keyin bo'lsa qaytarmaydi va siz sun'iy ishonch qurboniga aylanasiz. Ya'ni sxema juda ham oddiy. Siz bilan o'xshashlikni topadi, siz Amanjondan, u Amanjondan bo'ldi, o'xshashlik topildi. Ya'ni endi esa bir yurt vakili va og'asi sifatida u ishonchingizga kirgan ekan, sizdan qarz so'rab ko'rishi mumkin, siz ham yaqin insonimi deb qarz berib ko'rasiz va oqibatda u inson yo'q. Chunki u ehtiyojini qondirib bo'ldi. Bir yurt vakili deb bejizga misol keltirmadim. O'zim ham Xitoy davlatida bir yil yashaganimda xuddi shu holatga duch kelganman. Yurtdoshlarimiz u yerda juda ham ko'p bo'lishgan va men ham yurtdoshlarimiz, ya'ni yurt og'asi aldoviga uchrab qolganman.
Shuning uchun ham bu misolni aniq tajribamdan kelib chiqib ham bermoqdaman va dunyoviy universitetlar tasdiqlagan ilmlarda ham bu bor. Xo'sh, bunday vaziyatda nima bo'ladi? Firibgar Hamidjonning mansub bo'lish ehtiyojini ishlatadi. Yolg'iz yangi shaharga kelgan odam kimgadir tegishli bo'lishni xohlaydi. Bu tabiatan insonga xos bo'lgan holatdir. Bu haqiqiy ehtiyoj, lekin firibgar uni qurol qilib ishlatadi. Agar siz bundan oldingi videorolikimizni ko'rgan bo'lsangiz, Maslow piramidasi bilan tanishsiz va Maslow piramidasidagi ehtiyojlar har bir insonda bor ekan, mana shu ehtiyojlarning o'zi ham manipulyatsiya quroliga aylanib ketishi mumkin. Chunki ayni hozirgi misolimizda mansublik ehtiyojidan, ya'ni har bitta insonda bor bo'lgan do'stlar jamoasiga mansublik, oila a'zosi sifatida mansublik ehtiyojlaridan foydalanib u ishonchga kirmoqda va ishonchga kirgan ekan uxlatadi. Nima qilardi boshqa? Xo'p, bundan qanaqa himoyalanishimiz mumkin deysizmi? Bu haqdagi bilimni o'zlashtirgan ekansiz. Sizda endilikda kelajakda xuddi shunday vaziyatlar yuz berayotganda avtomatik signal ishlaydi, chunki bu ma'lumotlar ongosti miyangizga tushib bo'lgan, chunki bu kerakli ma'lumotlar. Shunday ekan, keyingi safar uni ishlatish uchun alohida eslab o'tirishga hojat yo'q. Avtomatik ravishda sizda signal bo'ladi va bu signal kelganda sizga juda ham tez kimdir yaqinlashayotganligini anglagan bo'lasiz. Mana shu vaziyatda shunchaki sekinlashing. Ishonch vaqt talab qiladi. Bir soatda yoki bir kunda paydo bo'lgan do'stlikka ishonmang. Ehtiyotkorroq bo'ling. Mosheniklar, firibgarlar maza qilib ishlatadigan ikkinchi qurol bu shoshirish. Ular har doim shoshirishadi, tezroq bo'lishingiz kerak va aynan shu shoshirayotgan paytingizda ular miyangiz o'chganligidan foydalanadi. Chunki stress vaziyatida miyani asosan his-tuyg'uga javob beradigan qismi ishlaydi. Ongli harakatlarga esa blok tushadi. Bu firibgarlarning eng sevimli quroli va u miyangizni o'chiradi. Ilmiy tarzda tushuntiradigan bo'lsam, odam kuchli stressga tushadigan bo'lsa, miyaning o'ylash qismi ishlamay qoladi. Faqat his qilish qismi ishlaydi. Qoch yoki qara rejimi. Bu ibtidoiy instinkt. Agar siz ibtidoiy instinktlar qanday shakllanganligi haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz qo'rqoqlar avlodisiz deb yozilgan obloshkali videorolikimni toping. Aynan instinktlarimiz qanday shakllanganligi haqida bilimlarni to'liq qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa bu instinkt haqida siz bilmas ekansiz, undan firibgarlar foydalanayotganligini bilib olgan ekansiz. Shunchaki o'rmonni yoki tabiat holatini tasavvur qiling. Siz o'rmonda yuribsiz, ibtidoiy insonsiz, nimadir yuz berdi, miyangiz o'chadi. Bu yerda miyani o'zini o'zi saqlash instinkti ishlaydi va sizga buyruq keladi. Yo qoch, yo o'zingni himoyalash uchun hujum qil. Bo'ldi. Miya boshqa hech narsa qilmaydi. Aynan shu stressli vaziyatdagi sizning holatingizdan ular foydalanishmoqda. Xo'sh, qanday bu ko'rinadi? Aka, bu imkoniyat faqat bugun bor. Ertaga yo'q. Hozir qaror qabul qilmasangiz o'tib ketadi, ulgurmay qolasiz, vaqtida qilishimiz kerak. Yoki sizning hisobingiz xavf ostida, hozir zudlik bilan kod yuboring, bo'lmasa hamma pulingiz o'chib ketadi, bo'la qoling. Holatida. Yoki bu kvartira uchun aka yana 3 ta odam borda, agar hozir avans bermasangiz, ertaga boshqaniki bo'lib ketadi, quruq qolib ketasiz aka. Holatlarida albatta o'zim guvoh bo'lgan real hayotdan ham misol keltiraman va ismlar bu yerda atayin boshqa keltirilganligini ham aytib o'taman, chunki boshqa inson shaxsiyatini va shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish maqsadida. Demak, misolga o'tamiz. Deylik, Malika opa pensioner. Unga qo'ng'iroq keldi. Siz davlat tomonidan kompensatsiya olishingiz kerak, lekin bugun soat 5 gacha ariza topshirmasangiz muhlat o'tadi. Tez bo'ling. Malika opa shoshadi, o'ylamaydi, faqat ulguray deb harakat qiladi va ariza uchun deb so'ralgan xizmat haqqini to'laydi. Keyin kompensatsiya yo'qligini biladi. Firibgar Malika opaning qo'rquvidan foydalandi va o'ylash imkonini yo'q qildi. Xo'p, bunday vaziyatlarda nima qilishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, bunday vaziyatlarda eng to'g'ri himoya usuli bu shoshilmaslik. Biling, sizni shoshiltirayotgan inson faqat va faqat o'z manfaatlarini o'ylaydi va o'z manfaatlaridan kelib chiqib sizni shoshiltiradi va siz shoshilayotganingizda sizning manfaatlaringiz yo'q. Bu yerda xato nuqtasida faqat va faqat siz o'zingiz bo'lib qolasiz. Sizni shoshirishayotganda har doim chuqur nafas oling, o'tirib o'ylab oling. Kim nima deb shoshirayotgan bo'lishidan qat'iy nazar to'xtang.
yoki hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham tarqalayotgan yangi usuldan ham misol keltirishimiz mumkin. Aynan bu misol ham real hayotdagi real vaziyatdan olingan va bu usulni videoroliklar orqali ommaga ko'rsatishmaganda bu usul ancha-muncha qurbonlar bo'lishiga sabab bo'lardi. Deylik, ona xiyobonda bolasini aylantirib o'ynab o'tiribdi va qaysidir lahzada bolalarni suratga olgisi kelib qoldi. Onalarimiz buni yaxshi ko'rishadi. Rasmga olib qo'yaman, Instagramga qo'yaman yoki shunchaki arxivga rasmga olib qo'yaman. Rasmga olayotgan payti nima bo'ladi? Bu yerda 2 kishilik jinoiy guruh firibgarlik uslubidan foydalanadi. U yugurib kelib, sizni telefoningizni o'g'irlab ketadi. Siz tabiiyki telefonga hovliqib turgan paytingizda ikkinchi odam yugurib keladi-da, "Men bolangga qarab turaman. Bor, yugur, yetib olasan. Avval o'sha qarab turaman, qo'rqma." Vaholanki agar o'sha paytda ona bolani tark etadigan bo'lsa, bola o'g'irlanadi. Bu miyani aldash uslubi. Shunday ekan, stressli vaziyatlarda va shoshilinch vaziyatlarda har doim eng to'g'ri qaror bu shoshilmaslik bo'ladi. Bunda nafas olish texnikasi sizga yordam beradi. Chuqur 3 marta nafas oladigan bo'lsangiz ham miyangiz ancha-muncha o'ziga kelib oladi. Nimani hisobiga? Chunki miyaga kislorod kelishi ko'payadi. Chunki odatda biz chuqur nafas olmaymiz. Oddiy nafas olishimiz ham yashashimiz uchun yetarli ekan. Nima keragi bor deymizda, holatida nafas olib ketaveramiz va holanki ning o'zi ham bizga ancha-muncha xotirjamlik beradi. Mashinniklar sevib foydalanadigan yana bir uchinchi qurol bor va bu soxta sun'iy avtoritet, ya'ni hurmatdan foydalanish. Qanday qilib? Hozir bilib olamiz. Buning uchun esa yana bir bora Maslow piramidasiga yuzlanishimiz kerak. Oldingi videoni ko'rishingiz shart bu mavzuni tushunishingiz uchun. Maslow piramidasida hurmat va e'tirof ehtiyoji haqida, poydevori haqida so'z boradi. Agar siz qisqa qilib aytadigan bo'lsam, hayotingizdagi hurmat, e'tirof ehtiyojini qondirmaydigan bo'lsangiz, siz keyingi bosqich yana katta yutuqlarga erishishda qiynalishingiz mumkin. Qisqasi shu. Agar sizga to'liq ta'rif kerak bo'lsa, video bor, bemalol ko'ravering. Hozir esa mana shu ehtiyojdan mashinniklar qanaqa foydalanish haqida bilimlarni taqdim etaman. Biz kattalarni hurmat qilamiz, bilimdonlarni hurmat qilamiz, doktorlarni, professorlarni, amaldorlarni hurmat qilamiz. Bu yaxshi narsa, bu madaniyatimizning bir qismi, lekin firibgar bu qiymatni qurol qilib ishlatadi. U oq xalat kiyishi va siz unga doktor sifatida ishonishingiz uchun u barcha qo'ldan kelgan ishni qiladi. U professor, akademik, general direktor deydi va shu kabi lavozimlar orqali sizni ishontiradi. Bu o'rinda kiyim, tashqi ko'rinish eng katta asosiy rolni ham egallamoqda. Biz bilamiz, o'zini hurmatini bilgan insonlar yoki hayotda katta narsalarga erishgan insonlar albatta o'zlariga ham e'tibor qaratishadi va shuning uchun ham yaxshigina kiyinib yurishadi. Bu normal holat, bu mashinniklik emas. Unaqa xulosa chiqarmang, yaxshi kiyinib yurgan hamma mashinnik emas. Lekin mashinniklar ham buni biladi-ku, ular ham bundan foydalanishadi. Buni ta'sir kuchi qanaqa katta qiymatga ega ekanligini ular bilishadi. Va bu bilimdan siz foydalanmayotgan bir vaqtda ular foydalanishadi. Sizdan foydalansangiz bo'ladi, bu normal, bor bilim. Tashqi ko'rinishingizga qarab sizni qabul qilishadi va tashqi ko'rinishingiz sizni statusingizni belgilab beradi. Oddiy kasblardan misol keltirsak, doktorligini oq xalatdan biladigan bo'lsangiz, intellektual rivojlangan insonni yoki intelligentni insonni uni tashqi ko'rinishidan bilib olishingiz mumkin. Chunki u ko'p kiyimlarni o'ziga ep ko'rmaydi. Ya'ni men bunaqa kiyinadigan bo'lsam, bu o'zimga hurmatsizlik deb qabul qiladi va bu darajaga yetib kelish uchun ham ancha-muncha intellekt o'sgan bo'lishi kerak. Oddiy misol, bekorga eng baxtli kuningiz to'yingizga kostum kiymaysiz. Bu birinchi navbatda mehmonlarga bo'lgan hurmatsizligingiz bo'ladi agar xohlagan shorti maykada keladigan bo'lsangiz. Ikkinchi navbatda o'zingizni muhim baxtli kuningizga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Uchinchi navbatda siz oila qurayotgan insonga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Uni oila a'zolari, qaynota-qaynanangiz gapirmasa ham bo'ladi va hokazo. Xullas, bu yerda tashqi ko'rinish, imij kuchi bilimlardan ular foydalanishayotganligini ham bilishimiz mumkin. Mashinniklar odatda rasmiy kabinetlarda, rasmiy ofislarda o'tiradi, stolda ko'plab qog'ozlari bo'ladi va siz o'zingizni bu hamma narsa qog'oz, dokumentlarning orasida kichkinagina odamcha his qilishingiz uchun yetarlicha muhit yaratib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni ular nafaqat o'zlarining imkoniyatlaridan, balki maydon va makon imkoniyatlaridan, psixologik bilimlardan foydalanishadi. Deylik, Shahriyar aka degan bir inson bor.
va u kelib kostyum, galstuk, qo'lida papkalar bilan men Toshkent investitsiya fondi vakiliman. Hukumat loyihasi, siz tanlangan 50 kishidan birisiz, deydi. Shahriyor aka esa men tanlanganman, men izbrinniman, men Garri Potterman deb bo'ldi, emotsional holatini o'zgarib bo'lganligini sezmay ham qoladi. Savollar berish o'rniga tinglab o'tiradi bu gapni aytgan odamni. Chunki qarshisidagi katta odam unga yaxshilik qilmoqchidek ko'rinadi. Natijada fond hisob raqamga o'xshagan gap so'zlar u yoqda tursa, unaqa narsa umuman yo'qligini bilasiz. Keyin nima bo'ladi? Birinchidan soxta avtoritet, ikkinchidan maxsus tanlangan degan hissiyotni sizga berish orqali sen boshqalardan ko'ra yaxshisan degan fikr orqali sizni e'tirof ehtiyojingizga hujum bo'ladi. Bo'ldi, siz bergan pul yo'q. Bu holatdan yana qadriyatlarga hujum sifatida ham foydalanishadi. Ya'ni sizni tashqi ko'rinishingiz, o'zingizni tutishingiz, gap so'zlaringiz, muomalangiz bor-ku, ular ham sizni qadriyatlaringiz, u qaysi tur inson ekanligingiz haqida katta ma'lumotlarni beradi, ishonavering. Va aynan shu ma'lumotlardan kelib chiqib u sizni qadriyatlaringizni o'zlashtirib oladi. Xuddi bir siz tanlangansiz degandek, siz va mening qadriyatlarimiz o'xshash ekan, bizdaqa insonlar kam. Keling, qadriyatlarimiz bir ekan, biz mana shu qadriyatlar yo'lida bir maromda harakat qilaylik. Qaysi kinoni eslatordimi? Sotqin filmini bir ko'ring. Ubaydulla Omon u yerda firibgar rolini juda mahorat bilan ijro etgan va bu yerda siz aktyorskiy, ya'ni aktyorlik ijrosi tomonidan sal bo'rttirishni his qilishingiz mumkin va bu atayin qilinganligini ham ko'rishingiz mumkin ijroda qolgan personajlardan ajratish uchun, lekin hayotda ham xuddi shu texnikalardan foydalanishadi. Ularning monologlari bor, juda ham mashhur. Agar avtorskiy berib yuborishmasa, demak uni qo'ygan bo'lamiz, hozir ko'rasiz. Lekin bir kun o'zimga o'zim savol berdim. Hafizulloh dedim. Alloh senga boylikni beribdi. Martabani beribdi. O'ziga sen nima qilyapsan? Ha? Ota bobongning kindiq qoni to'kilgan vataning, millating uchun nima qilding? Xuddi shu ovoz intonatsiyasi, ohangiga e'tibor bering. Bu tinglovchining qadriyatlariga to'g'ridan to'g'ri shunchaki gap so'z, ma'lumot orqali emas, ohang orqali hujumdir. Qandoq himoyalanganimiz yaxshi deydigan bo'lsangiz, juda ham oddiy. Odamga kiyimga qarab baho bermaymiz. Birinchi navbatda kattalar bekorga bu gapni aytmagan. Kitobga obloshkasiga qarab, muqovasiga qarab baho bermagin deb. Kitobni ichini ham ochib ko'rishimiz kerak. Ya'ni oldimizga kelgan odamning hujjatlarini, kitobni ichi deyapmiz-ku, hujjatlarini, ma'lumotlarini yoki berayotgan taklifi tasdiqi sifatida o'sha firmaning hujjatlarini tekshirib, surishtirib, keyin qaror qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Soxta sizga tanlangan ekanligingiz haqidagi fikrni singdirganligiga aldanib, o'shani o'ylab, xursand bo'lib o'tirib qolmang. 4-chi moshinniklar sevib ishlatadigan qurollardan biri hammamizga tanish, undan biz ham foydalanganmiz o'z o'rnida-yu, lekin shu o'rinda u har doim ham yomon va yomonlik uchun xizmat qiladi deb ayta olmaymiz. Albatta har bir inson bu bilimni qo'lga kiritgan ekan, undan qanaqa foydalanishiga qarab xulosa chiqarishimiz kerak. Oddiy sariyog' pichoqda odam ham o'ldirsa bo'ladi, o'sha sariyog'ni kessa ham bo'ladi. Unday misollar ham o'sha kriminal hujjatlarda qayd etilgan va juda ko'p marotaba. Shunday ekan, tanishing. Bu qarzdorlik hissi. Bu psixologiyada o'zaro munosabat qonuni deb ataladi. Qonun oddiy. Kimdir sizga biror narsa bersa, siz o'zingizni unga qarzdor his qilasiz. Bu instinkt. Bu madaniyat, bu inson tabiatida bor. O'zimizning o'zbegimizda bo'lsa, bu yanada kuchliroq namoyon bo'ladi. Bizda boshqaning nonini yegan qarzini to'laydi degan tushuncha bor. Mehmonni choy bilan kutgan odamdan so'rab bo'lmaydi degan his bor. Firibgar aynan shu hisni ishlatadi. Qanday qilib deysizmi? Juda ham oson. Avval sizga bepul nimadir beradi. Keyin esa, masalan, siz bozorda yuribsiz. Bir sotuvchi sizga bepul meva tatib ko'rgizadi, iliq muomala qiladi, keyin narxini aytadi va siz sotib olasiz. Garchi boshqa joyda arzonroq bo'lsa ham, nima uchun? Chunki sizda qarzdorlik hissi shakllanib bo'ldi. Yana bir real misolni aytib o'taman. Deylik, Nodira opa degan bir ayol. U kelib qoladi.
qo'shni bo'lamiz deydi, uyiga chaqiradi, palov pishiradi, 2-3 marta mehmon qiladi, keyin bir kuni keladi-da, opa, siz menga yaxshi odam bo'lib ko'rinyapsiz-da, men sizni yaxshi odam deb bilaman har doim. Bitta muammoyim bor, yordam bering, iltimos. deydi va qarz so'raydi. Shu bilan pulingiz bilan xayrlashib yuborsangiz ham bo'laveradi. Aynan shunday vaziyatda 3 marta palov yegan odam qarzdorman deb his qiladi va pulini berib yuboraveradi. Xo'sh, bunday vaziyatlardan qanday himoyalanishimiz mumkin deyotgan bo'lsangiz, juda ham oddiy. Birinchi navbatda miyangizga signal kelishi kerak. Har doim qachonki kimdir sizga bepul yaxshilik qilsa, bu qanchalar og'ir eshitilsa ham hech kim hech qachon sizga prosta tak bepulga hech narsa emasiga yaxshilik qilmaydi. Uni har doim qayta manfaati bo'ladi. Agar uni qayta manfaati ikkalanglarning o'rtangizda tuzilayotgan kelishuv sifatida o'zaro manfaatli bo'lmasa, demak siz bunday vaziyatlardan qochishingiz shart va majburiy. Bepulga iloji boricha hech narsa olmang. Birinchi navbatda o'zingiz qarzdorlik hissi bilan yashaysiz, ikkinchi navbatda bu qarzdorlik hissi sizni manipulyatsiya qilishga asosiy qurolga aylanib qoladi. Hozir biz juda jo'n va tutarli misollarni keltiryapmiz, lekin asl hayotga qaraydigan bo'lsak, xuddi shu jo'n formula qiyinroq bo'lgan muqovalarda ishlatilinishini ko'rishimiz ham mumkin. Ogoh bo'ling. Demak, hozir mashinniklar sevib ishlatadigan 5-uslub bilan tanishishdan oldin yana bir bilim bazasini qo'lga kiritishimiz kerak, chunki aynan shu bilim filtri orqali biz tanishadigan 5-uslub haqida ma'lumotlarni qo'lga kiritadigan bo'lsangiz, ularni o'zlashishi ancha yaxshiroq va maqsadliroq yo'nalgan bo'ladi. Demak, hozir nimalarni bilib oldik? Mashinniklar, ya'ni firibgarlar o'zlarining uslublarida asosan ta'sir qilish psixologiyasiga, NLP va ong osti miyasiga hujum qilish usullariga murojaat qilishlarini bilib oldik va mana shulardan foydalanib bizni aldashayotganliklarini ham bilib qoldik va aynan shu vaziyatda mana shu aytib o'tilgan holatlar kuzatilganda doimo to'xtash kerakligini va miyaga signal kelishi kerakligini ham bilib oldik. Aynan shu o'rinda ta'sir qilish psixologiyasi, notiqlik mahorati ko'nikmalari, bilimlari, odamlarga ta'sir qilish, ularni ishontirish, o'zingga ishonish, ularga manfaatli bo'lish fikrlarining ortida psixologiya turganligini bilib oldik. Aynan shu sababga ko'ra men yillar oldin psixologiyani chuqur o'rganishni boshlaganman va yillar oldin diplomni ham olganman deb maqtanib o'tish ehtiyojim ham paydo bo'ldi. Shuning uchun ham yopib o'tdim bu ehtiyojimni, geshtal bo'lib qolmasin. Mayli. Psixologik yumordan keyin mavzuni davom ettiramiz. Xullas, o'sha ta'sir qilish psixologiyasini oladigan bo'lsak va hattoki sizga bu usullar tanishtilayotgani sababini ham aytaman. Bu usullar ko'pincha marketingda ishlatiladi. Marketing usullarini ham oladigan bo'lsak, ular aylanib borib psixologiyaga taqalishini ko'ramiz. Ta'sir qilish psixologiyasi deysizmi, notiqlik deysizmi yoki ishonch qozonish, emotsional hujum qilish va hokazo, hammasi psixologiyaga borib taqaladi. Psixologiyani kelib chiqishi esa hattoki 3 yo'lga borib taqaladi. Birinchisi o'sha Gretsiya davrida odam o'zini o'zi anglashi yoki odamlarga ta'sir o'tkazishni o'rganishni boshlashi yoki qanaqadir bir falsafiy fikrlarni keng jamoat bemalol targ'ib qilishiga, falsafaga borib taqalishini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi navbatda bu bilimlar oilaviy munosabatlarga borib taqalishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun erkakni alohida o'rganishgan, ayolni alohida o'rganishgan, keyin ularni o'zaro munosabatlarida o'rganishgan, keyin uni sotsiumdagi holatini o'rganishgan, keyin jamoada ular o'zlarini qanaqa tutishlarini o'rganishgan. Xullas, mavzu kattalashib ketaverganda mana bu usullar sekin-sekin chiqib kelishni boshlagan. Chunki krючокlar siz ipidan tortishingiz mumkin bo'lgan ko'plab jihatlar ochilishni boshlagan. Va uchinchi uslubi bu savdo sotiq. Aynan psixologiyaning yana bir fandan misol keltiraman. Bu odamlarni tana tiliga ko'ra o'qish, tana tili psixologiyasi, bu yerga mimika, pantomimika, qo'l harakatlari ham kirib ketadi va bu haqda eng kuchli kitobni yozgan Alan Barbara Pease ham aynan savdogar bo'lishgan va savdo jarayonlarida odamlarni qanaqa o'qisam, qanaqa savdo qilsam, qanaqa ular bilan gaplashsam yaxshiroq pul qilaman deya bu sohani tana tili, pantomimikani yoki mimikalarni juda kuchli o'rganishgan va shular bog'lanib bizda psixologiya fani katta bazaga aylanmoqda va bu bazadan keraklicha marketingda foydalanishyapti va bu bazadan keraklicha firibgarlik yo'llarida ham foydalanishyapti va bu bazadan keraklicha foydali, bilimli va manfaatli kontentlar qilishda ham foydalanishmoqda. Marketingda foydalanishyapti deganimiz sizga reklama qilinayotgan har bir mahsulot yomon degani emas.
yaxshi mahsulotning yaxshiligini ko'rsatish uchun bu usullardan foydalanish mumkin. Bu normal holat. Chunki aynan shunday qilsa yaxshiroq anglanadi va tomoshabinga yaxshiroq yetib boradi. Lekin agar mahsulot o'zini oqlamagan bo'lsa, bu endi firibgarlikka ham aylanib ketadi. To'g'ri gumondasiz bunday vaziyatda, lekin avvalgi vaziyatni unutmang. Mahsulot yaxshi bo'lsa, bu oqlangan hisoblanadi. Ana endi buni strukturasini tushunib olgan ekansiz. Va'da qilingan yana bir qurol bilan tanishamiz. Bu qurol esa ijtimoiy dalil. Psixologiyada bu social proof, ya'ni boshqalar shunday qilgan, demak to'g'ri degan his. Bu ham instinkt. Agar ko'pchilik biror tomonga yugursa, qo'yga o'xshab deyishga mumkinman, siz ham o'sha tomonga qaraysiz. Bu ibtidoiy davrdan qolgan himoya mexanizmi. Olomondan ajralib qolma, xavfdan ehtiyot bo'l. Chunki olomon ichida bo'lish, jamoa a'zosi bo'lish bu birinchi navbatda xavfsizlik va siz ham shu xavfsizlik bo'lishi ehtiyoji ortidan avtomatik ravishda olomonga qo'shilasiz va bundan ham firibgarlar o'rinli bilim sifatida foydalanishadi. Firibgar bu mexanizmni shunday ishlatadi. Bu sxema allaqachon 5000 kishi tomonidan tekshirib ko'rilgan va bu sxemaga 5000 kishi qo'shilib bo'lgan. Bizning mahsulotimiz Toshkentning 80% oilalari tomonidan muvaffaqiyatli ishlatiladi. Mana muvaffaqiyat qozonganlarning fotolari. Bularga biz foyda berganmiz. Aka, qo'shningiz ham, do'stingiz ham xarid qildi. Siz nimaga olmayapsiz? Qolib ketmang ulardan. Shu va hokazo kabi holatlarda bu aniq oydin o'tiram. Stolga qo'ygandek ko'rinadi. Hayotiy misol ham keltiramiz. Deylik, Sanjar degan bir aka. Sanjar bir kuni do'stidan eshitdi. Aka, bitta kompaniya bor. Pul qo'yasan, oyiga 30% foyda beradi. Men ham qo'ydim, 3 oydan beri olyapman. Sanjar aka o'ylab qoladiki, do'stim olgan u aqlli odam, demak rostdir. Keyin boshqa do'sti ham etadi, xuddi shuni etadi u ham. Keyin mahallada yana bitta odam etib qoladi. Sanjar degan aka bu hamma informatsiyalarni eshitgandan keyin ishonishni boshlaydi. Pul qo'yadi. Bir necha oy haqiqatdan ham o'sha 30% daromadini olib turadi. Keyin esa hammasi bittada g'oyib bo'ladi. Siz boshni qo'ygan katta kapital ham 30% dan yiqib turgan pulingiz ham hammasi yo'q. Bu klassik sxema piramidasi. Birinchi qo'yganlar oladi, keyingilari bo'lsa yo'qotadi va ijtimoiy dalil odamlarning sxema tortish uchun ataylab yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Va ijtimoiy dalillar sifatida odamlarning fikri bu yerda asosiy birinchi planga chiqmoqda. Shuning uchun ham avvalo o'zingiz o'ylab ko'ring, qolganligiga ergashmang. Qolganlar hamma tomdan o'zini tashisa, sen ham tashiysanmi degan gap yoshligimizdan bekorga aytilmagan. Bu yerda chuqurroq ma'no bor va o'zimizning o'zbek xalq gaplarini oladigan bo'lsak, ularning hammasida aslida chuqur ma'nolar borligini mana shunday ilmiy vaziyatlarda va suhbatlarda ochiq-oydin ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bunday vaziyatlardan qanday himoyalanishimiz mumkin deysizmi? Juda ham oddiy. Qachonki sizga hamma qilyapti-ku degan tarzda ma'lumotni taqdim etishadigan bo'lsa, biling, bu ham manipulyatsiya, ya'ni mashinaliklarning sevimli uslubi ishlashidan. Shuning uchun ham ehtiyot bo'ling. Hamma qilyapti degani siz ham qilishingiz kerak degani emas. Tarix o'zidan biz millionlab misollarni ko'rishimiz mumkin. Hammaga ergashib adashgan odamlar juda ham ko'pligini bilishimiz mumkin. Shunchaki bunday vaziyatlarda to'xtab o'ylab ko'ring va tarixiy misollar bilan ko'proq tanishing. Hozirning o'zida sizga ko'proq misollarni keltirishga harakat qildim, lekin ba'zida ular ham kamlik qilib qolishi mumkin. Shuning uchun ham har bir detalni qaror qabul qilishdan yoki qandaydir harakatlar ketma-ketligini bajarishdan oldin obdon o'ylab ko'rishni tavsiya qilamiz. Hozir esa firibgarlarning eng nozik va kuchli quroli bilan tanishamiz. Bu qurol ortida sizning orzularingiz yotadi. Firibgar avval sizni o'rganadi. Nimalarni orzu qilasiz, nima to'sib turibdi, nimadan aziyat chekyapsiz, hammasini bilib oladi. Keyin u aynan o'sha narsani taklif qiladi. Siz yillardan beri uy orzu qilasizmi? U sizga qulay ipoteka bilan uy ko'rsatadi. Siz farzandingizni yaxshi o'qitishni xohlaysizmi? U chet el universitetiga kafolatli qabul taklif qiladi. Siz kasallikdan aziyat chekyapsizmi? U 100% davolovchi dori taklif qiladi.
Siz boyib ketishni xohlaysizmi? U oyiga 2 barobar ko'payadigan investitsiya taklif qiladi. Menimcha, bu orzular qurollari qanday ishlashi haqida to'liq tushunchaga ega bo'lish uchun bittagina shaxsiy tajribadan misol ham yetishmayapti. Uni ham taqdim etib o'taman. Deylik, Dilrabo opa yillar davomida bepushtlikdan aziyat chekkan, azoblangan, qiynalgan. Bir kuni ijtimoiy tarmoqda reklamani ko'rib qoladi. Tibbiyot yordam bermagan joyda biz yordam berdik. 200 dan ortiq ona bo'ldi. Fotosuratlar, guvohliklar, tabassum qilayotgan bolakaylar, Dilrabo opa yig'laydi va katta pul to'laydi. Davolash kursi uchun albatta, lekin bu davolash kursidan natija bo'lmaydi. Firibgar uning eng og'riqli joyiga tekkizadi va u yerda fikrlash to'xtaydi. Bunday uslubdan himoyalanishning eng to'g'ri uslubi bu to'g'ri programmani miyaga singdirib olish. Sizga sizni orzularingizni taklif qilayotgan inson har doim ham sizni sevavermaydi. Bu taklifda uning manfaati ustuvordir va u o'z manfaati yo'lida sizga o'zingizning orzularingizni taklif qiladi va bu orzular ortidan katta kafolatni va'da qilishyaptimi? Avvalo o'zingizdan so'rang. Kimga? Nima uchun? Qanday qilib? Keyin ularga savollarni bering. Nimaga asoslanib? Aniq dalillarni so'rang. Agar mana shu savollaringizga ular xalq ta'birida aytadigan bo'lsak, shilta javob beradigan bo'lsa, demak ular bilan xayrlashish kerak. Moshenik firibgarlar sevib foydalanadigan yana bitta usul bu ikkalamizni oramizdagi sir. Faqat siz va men bilishimiz kerak. Chunki bu faqat siz uchun holatida ayon bo'ladi. Ya'ni firibgar siz oldingizga kelib aytishi mumkin. Bu faqat siz uchun. Boshqalarga aytib o'tirmang yoki bu imkoniyat hamma uchun emas, siz maxsus odamsiz yoki oilangizga aytib o'tirmang, ular tushunishmaydi. Biz siz tarafmiz. Xo'sh, bunday vaziyatda nima bo'lyapti? Birinchidan, siz tanlanganligingizni his qilyapsiz. E'tirof ehtiyojingizni qondirib berishyapti. Ikkinchidan, siz oilangiz, do'stlaringizdan ajratilasiz. Chunki ular salbiy fikr aytishi mumkin, ya'ni ular sizni uyg'otishi mumkin. Shuning uchun ham sizni tanlangan odamga aylantirib turib, o'zingizni alohida qoldirishadi va alohida qolgan inson har doimgidek noto'g'ri qarorlarni qabul qilib qo'yishi mumkin, chunki uni uyg'otadigan odam yoki "Voy, nima qolsan" deydigan odam yonida qolmaydi. Uchinchidan, siz yolg'iz qolasiz. Firibgar bilan ikkinchi fikr sizda bo'lmaydi, u sizga o'ylashga imkon qoldirmaydi. O'zimizning o'zbegim hayotidan yana bir misol. Deylik, Jamshid aka degan odam. Jamshid akani oldiga bir kishi keladi. Aka, sizga ishonaman, bu biznesimizning siri bo'lib qoladi. Faqat siz bilan ulashaman, boshqalarga aytib o'tirmang. Yuzingizdagilarga ham aytmang, ular baribir tushunmaydi. Xotin-qizlar bu narsani tushunarmidi? Pul ko'rsa cho'chitadi. degan holatda yoki mazmunda nimadir fikrlarni aytib tashlaydi. Xullas, bunday holatda vaziyatda Jamshid aka unga ishonadi, hammadan ajralib oladi, hamma qarorni o'zi qabul qiladi, vaholanki oxir-oqibat moshenik uni shunchaki aldab ketadi va siz qolganlar bilan urushganingiz ham qolib ketadi. Bunday vaziyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, bunday usuldan qanday himoyalanish mumkin? Juda ham oddiy. Agar sizni kimdir o'zingizni jamiyatingizdan ajratmoqchi bo'lsa yoki yaqinlaringizdan uzoqlashtirmoqchi bo'lsa, har doim bu sizni miyangizga signal bo'lib ishlashi kerak. Bu signalda siz alo deb qanaqa javob berishingiz kerak bilasizmi? Juda ham oddiy. Hech qachon eng yaqin insonlaringizdan uzoqlashmang. Ularga gapirib turing hayotingizda nimalar bo'layotganligini. Ana o'shanda sizni hayotingizga tashqaridan qaraydigan odam borligini hisobiga siz o'zingizni ichingizdagi o'ralashib qolgan emotsional holat oqibatida noto'g'ri qarorlarni qabul qilmaysiz. Biz bugun video davomida misol keltirgan barcha insonlar ahmoqlar emas. Ular hammamiz kabi normal insonlar, ular aqlli, oliy ma'lumotli, ishi, kasbi, qo'lida hunari, topar tuttari bor, lekin baribir aldanib qolishadi. Nimaga bilasizmi? Chunki firibgar ularning bilimiga yoki o'zligiga hujum qilmaydi. Firibgarlar insonning hissiyotlariga, emotsional holatlariga va ular haqidagi o'zlarida bor bo'lgan emotsional bilimlariga hujum qilishadi. Bilim miyaning yuqori qismida, u sekin ishlaydi, tahlil qiladi, shubha qiladi. Hissiyot miyaning quyi qismida, u tez ishlaydi va u juda ham kuchli.
Firibgar bilimingizni chetlab o'tadi, to'g'ri hissiyotingizni topadi va oqsab turgan hissiyot nuqtasiga zarba uradi. Siz qancha aqlli bo'lsangiz ham, firibgar shuncha nozik ishlashiga guvoh bo'lib qolishingiz mumkin. Aslida aqlli odamlar ko'proq aldanadi. Nima uchun? Chunki ular o'zlariga ishonadi. Men aldanmayman va himoyani tushirib qo'ya olmayman deya yengil ravishda aldanib qo'yishganlarini o'zi ham bilmay qolishadi. O'zbegim maqolida ham bunga yaqqol misol bor. Kimni o'g'ri tutmaydi bilasizmi? Ko'zini ochib uxlagan odammi? Sizning bilimlaringiz va mashinniklarning uslublari haqida anglab olgan yangi ma'lumotlaringiz aynan shu ko'zingiz ochiqligi bo'lib qolishi mumkin, lekin mana shu vaziyatda ham mashinniklar sizning ko'zingiz ochiqligini bilishadi-ku. Va lekin uxlab turganingizdan foydalanib qolishlari ham mumkin. Bu yerda qanchalar kuchli mutaxassis sizga duch kelganligiga bog'liq. Siz esa qanchalar kuchli bilimlarga ega bo'lganligingiz bu yerda juda ham muhim rolni egallaydi. Psixologik nuqtai nazardan o'zingizning emotsional holatingizni, ichki olamingizni o'rganish orqaligina siz o'zligingizni, shaxsingizni himoyasini kuchaytira olasiz. Mana shuning uchun ham inson hayotida psixologiya shunchalar muhim. Videoning aynan shu qismida biz asosiy aytib o'tilgan 5 ta himoyalanish uslublariga yuzlanamiz. Ularni yodlab olishga harakat qiling. Birinchi qoida: to'xta va nafas ol. Kimdir sizni shoshiltirayotgan bo'lsa, bu eng kuchli signal. To'xtang, men bir kecha o'ylab ko'raman deng. Bu jumla sizni ko'p marta saqlab qolishi mumkin. Ikkinchi qoida: yaqiningizga ayting. Har qanday katta qarorni er-xotin, ota-ona, ishonchli do'st bilan maslahat qiling. Boshqa ko'z ko'p narsani ko'radi. Yana bir bora qaytaraman. Boshqa ko'zlar sizni ko'zlaringizdan ko'ra sizni vaziyatingizni ko'proq ko'radi. Uchinchi qoida: savol ber. Bu pul qayerdan keladi? Kompaniyangizning rasmiy manzili qayerda? Siz bilan bog'liqlardan kimni bilaman? Haqiqiy odam bu savollardan qo'rqmaydi. Firibgar qo'rqishni boshlaydi yoki g'azablanib sizni shoshirib, mavzudan qochishni, mavzuni aylantirishni boshlaydi. To'rtinchi qoida: hissiyot kuchli bo'lsa, sabr qil. Agar taklif sizni juda xursand qilsa yoki juda qo'rqitsa, aynan shu paytda qaror qabul qilmang. Hissiyot pasayganda miya ishlashni boshlaydi. 5-qoida: bepul narsa narxsiz emas. Kimdir sizga bepul narsa bersa, o'zingizga savol bering. Bu bepul narsani narxini qachon to'larkanman? Chunki payti kelib sizdan undanda kattaroq manfaatni yulib olishadi. Demak, bu video davomida bizning hayotimizda, bizning jamiyatimizda eng ko'p uchrashi mumkin bo'lgan va eng ko'p uchrayotgani kuzatilayotgan 7 ta moshenniklarning asosiy uslublari bilan tanishib chiqdik. Endilikda sizda bu usullar haqida bilim bor va bu usullar sizga kelajakda yordam berishi mumkin. Hozirning o'zida esa kommentariyada qaysi uslub sizga tanish tuyulganligini va qaysi uslubga siz aldanib bo'lganligingizni yozib qoldiring. Kim uchundir bu foydali bo'ladi. Va albatta, qaysi uslub sizga ko'proq yoqqanligini va qo'rqitganligini ham yozib qoldiring. Bayoni Meros akkauntiga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Keyingi videoroliklarimiz undan ham kuchliroq va o'tkirroq mavzularda bo'ladi.